2026-yil 28-fevral haftani shanba kuni. Xudo xolasa olxo'r bog'larimizda tomchilatish sistemasini o'rnatamiz. Hozir magistralni quvurdi kovlab ko'mib keldik. Xo'p, har 100 metrga shunaqa bo'laklarga bo'ldik. Eng oddiy va eng samarali usul bo'lishini hozircha prognoz qilamiz va bitgandan keyin xudo xolasa ertaga ham video qilamiz. Xo'p, kimga qiziq bo'lsa, 1 gektoriga tomchilab sug'orish qancha xarajat bo'lgani qiziq bo'lsa, albatta yozsalar kommentariyaga. Batafsil xarajatlar bilan yoritamiz. Hozirgi taxminimiz 1 gektariga taxminan 2 million atrofida kuzatamiz. 1 gektariga tomchilab sug'orishda 2 million so'm mana shunaqa bog'laddi, rasxoti chiqyapti. Batafsil hammasini tushuntirib berishimiz mumkin. Qiziq bo'lsa yozinglar kommentariyaga. Bog' sohasi qiziq bo'lsa, bu eng oddiy va o'ylaymizki eng samarali usullardan biri.